Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Retriv. O'tgan videoda aytgandek, bugun horror video olamiz. Bu videoda mana shunday modlardan foydalanaman. Bu modlar juda ham qo'rqinchli. Hozir men bu videoni oldin sinab ko'rganimda juda ham qo'rqinchli edi. Mana hozir boshladik, mana olamizni yasab olamiz birinchi. Kirib keyin o'sha yerda hech bo'lmasa bir kun yashashga harakat qilib ko'ramiz. Bir kun yashagandan keyin natijalar ko'ramiz. O'zlaring baho berasizlar, mod qanchalik qo'rqinchli yoki qanchalik oddiy, shunga qarab baho berasizlar. Tez orada kiradi. Hozirda shu oz kirib oldik. Mana tez olish kerak bo'ladi. Xo'sh, mana bu olamiz. Buni ham olamiz. Xo'sh. Har bir narsa kerak bo'ladi. Har bir buyum, har bir narsa. Xo'sh. Nimaga ovqatga? Eng kerak narsa ovqatga. Xo'sh, voy. Uchta fakil. Xo'sh. Chiroq, fakil. O'ldiramiz. Ko'proq qo'rqinchli narsa kerak. Mollarda ham. Men mana o'lib ketdi. Faqatgina. Xo'sh, mana buni ko'proq ovqat kerak bo'ladi. Uy, hozirda. Oh my, nima? Vindigo kim u? Voy. Mana ko'p narsa o'ldirishning oqibati. Uy. Hozirda. Ovozni qaranglar. Voy, hozirda shuna ovoz bo'lsa-ya. Uy, bu kichkina g'or ekan. Yana o'ldiramiz qani, yana. Yo'q, arlarga deymi, o'ldirib qo'yadi. Bu qishloq. Qishloqlar oldiga boramiz. Ular zaharlanmagan bo'lgandir, ha? Yo'q, ular ham zaharlangan. Ovqat. Hamma ovqat kerak. Bu videoda juda ham ovqat kerak bo'ladi. Shunisi bular. Yaxshi, normalniy ekan. Mana olaveramiz agar yaxshiroq birani topa olmasak, keyin kiyib olamiz. Xo'sh. Mana uylarda ishlamaydi. Mana ovqat va nihoyat. Mana qo'limni o'ldirishga boramiz. Xo'sh, tezroq. Xo'sh, yoldan bir ovqat qo'limizga. Oh my. Uy. Oddiy go'limdan qocholmasam, ha? Kim bo'lib yuribman men? Hop. Ne? 1 2 3. Bakin. Ha. Hech bo'lmasa bo'ldi. Oh mana. Oh. O'lmaydi bu. O'ldi bu. Mahmud bo'lma. Bu modda ko'proq mahmud chiqdi, ko'proq narsa o'ldirdi. Qidiramiz. Ochar-ochiga borsak hozir. Nima topa olsak kerak. Xo'sh. Bu yerda nima bor? Yana ovqat.
Quvvatni ortiqchasi bo'lmaydi, davay. Buni yo'l ketib bo'lsa. Sal saqlasa kerak. Xo'sh. Nima esa borishimiz kerak, verstak. Verstakni esa oldik endi. Nima kerak? Shit. Keyin qolganiga ketkazamiz. Mana ketkani esa oldik. Shit tayyor. Biz e'tibor bermagan olamiz. Oxiriga otursak. Ozgina tosh olaylik-da. Toshni olsak, keyin hamma qurollarni ketganlar. Hozir bir 15 ta tosh kerak. Ko'prog'ini olamiz. Kerak bo'lgan bloklar va tepaga chiqib ketganlar. Mahluqlar yugurib kelgan. Qochgani. Qulay. Mana bu. Keyin bu ikkita zo'r. Bu olmasa kerak ekan. Mana bu kerak. Bitta pechka ham kerak. Ularni mana bu sonimizda olib ketamiz. Nima kerak? Mana bu. Endi mahluqlarni izlashga tushamiz. Mahluqlar asosan tunda bo'lsa kerak. Ana shu yoqlarda topa olsak, mahluqlarda hozir mana konga tushaymi kerak. Konga tushsak, demak mahluq boshqa bo'ladi. Tushamiz. Bizga ketdi. Bunaqa effekt oldim o'zimga. Yaxshiroq bo'lish uchun. Tun tushyapti demak. Hozir qizil oy tushadi. Mana. Ma'qul yo'q, faqat o'zimiz oddiy muvlari. Shunaqa. Tepa tun tushdimi demak, tepa qizarib bo'ladi. Xo'sh. Chiq. Voy. Shunchalik qiyinmi chiqish? Mana chiqib qoldik. Oldincha chiqardik. Yangi versiyada oshi yangilanib ketdi. O'g'lini bildiramiz va videomiz paydo bo'lsa nima bildiramiz chunki katta ekan. Katta bo'lsa ham gap 3 boshlimidi. Yaxshi ko'rinmay qoldi. Ovqat bor, hamma narsa bor. Kiyim bor, vaqtinchalik endi bu ham. Keyin bo'lgandan keyin hech nima yo'q, hech nima. Mana bu mahluqlar chiqmaydi. Oddiy moblar chiqyapti. Oddiy moblar. Mana qizil oy degani bu oy degani. Birikda nimadir chiqib qolar. Creeper. O'lib
Ket. Voy bu yerda mahluqlar osha kam chiqyapti-yu, nimaga? Nima qilish kerak ekan bu mahluq ko'p chiqish uchun? Bitta joy tunab qolish kerak ekan. Lekin qanaqa edi, men yaxshi ko'rolmay qoldim. Hozir ovoz zo'r-a. Qayda mana shu yerda o'ldim-da hozir. O'lib qoldim. Mana shu yerda. Shuncha uy yasasak bo'ldi bizga bular. Shuncha uy yasab olaylik deb turibmiz. Voy, prepare, yo'qol. Bilaman-da, nima bo'lishini, nimaga. Sen o'xshab. O'ynashmagin men bilan, men uraman o'zim bilan. Bu xatni ham omadligini qaranglar-da. Voy. Vashi zo'r. Menga vashi zo'r. Atelab qiladi. Uy. O'ldirdi. Nimada paydo bo'lmayapti-yu. O'zi ko'proq narsa paydo bo'lib qolsa ekan, endi mazza qilib o'ynasam. Nima qilibdi shu? Voy. Kichik yetmay qoldi, zombilar o'ladigan ahmoq yo'q. Birada. Gol. Sayfar turib turdi hozir. Xo'sh, mana bu yerga. Mana qilib yo'q. Nima qo'ysa bo'ladi? Hamyonam, bo'lmasam. Nima qilamiz? Nima? Lekin pech quramiz bolalar. Ha? Qani? Nima qilasan? Ko'rsat. Men qodirsan. Qodir bey. Yaqinlashmaysan, bilasan? Ha,
ana kim bo'lishini biladida. Boraylikmi bolalar? Mana like uchun boraman. Baki o'ram. Kimasa ekan u? Do'stlik uzilmaysa hujum boshlaydi. Yaxshilar yo'q qolsa bo'lmasligana. O'ldir. Nima qilasan? Ha? Hozir o'ldir. Ular o'ldirsa chiqadi. O. Böylelikçi. Eğer para olsak. Mana. Ular aytgancha kanalga obuna bo'linglar. Men obuna bo'linglar deyishim bilan o'lib qoldimi? Nima degani bu? Voy. Yana o'ldim. Xo'sh. Natijalarga boraylik. Oh my. What dream. Aynan videolarda ko'rgachaman deyiladi. Ko'rishmani bilsa bo'ladi. Nechta videoni ko'rgan? Videosini. Voy. Nimaga shu parkurni bo'layapti? Video omadlimi? Omadlimi. Why? Ay. Ketdi mashinaga boraman mashinasiga. Xo'sh. Berahalina bo'ldimda men. Men ishim bo'yinsiz mahluq yana bo'lib. Voy. Jere berishna mahluq chiqmayapti. So'yilib qolammi bo'lib? Menda hozir men mahluq topsizlarga ko'rsataman. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz ham tugab qoldi. Sizlar bilan har doimgidek rizqi bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta kommentariyada shu horror videoni ikkinchi qismini chiqarish yoki chiqarmasligini ham yozib keting. Hammaga xayr, sizlar bilan rizqi bo'ldi.